bemorimiz dumg'aza sohasida kuchli og'riq hamda o'sha yerda yiringli ajralmalar ajralishi bilan keldi. Bir emas, ikkita surpriz bilan kelishdi. Ikkita bemorimiz. Bu dumg'aza kistasi kasalligi deyiladi. Bularni bugun operatsiya qilamiz. Bittasi juda ham yiringlab ketganligi uchun oddiy kistani olib tashlash yo'li bilan davolaymiz. Ikkinchisini esa lazer yordamida operatsiya qilamiz. Operatsiyalarimizni kuzatib boring. Kesganda qaytaramaydi. Yaxshi bitta operatsiya bo'lganlar bitta. Bitta yana qilsam o'tadi. Shonayga ishim boshlagan. Bir oydan keyin xursandchilik ko'p kechirmadimi? Shuning uchun dumg'aza kistasi yiringlaganda faqat kesib qo'yish muammoni hal qilmaydi. Bu ham xuddi svishga o'xshaydi-da. Kistani qopi bor. O'sha qop to'liq olinishi kerak yoki olib tashlanishi kerak yoki o'sha qop lazerda kuydirilishi kerak. Qaysi paytda kuydiriladi, qaysi paytda olib tashlanadi? Yiringlagan paytda faqat olib tashlanadi. Kuydirish imkoniyati yo'q chunki. Qachonki yiringlar chiqib ketib bo'lgandan keyin svishow yo'l bo'lib qoladi, o'shanda lazerda kuydirsa bo'ladi. bu o'zi nimadan paydo bo'ladi? Bu tug'ma bo'ladi desa ham bo'ladi. Buni paydo bo'lishi o'sha dumg'azadek qopga o'xshash narsa bo'ladi. Uning ichida soch tuklar bo'ladi-da, junlar. Alis. O'sha jun mana shunaqa yoshlarda, ayniqsa tukli odamlarda ichkariga qarab o'sib ketib qoladi. Shunda mana shu yiringlaydi jun. Tashqariga chiqmaganligi uchun. O'sha junlarni to'liq olib tashlanmasa yoki kuydirib tashlanmasa, mana shunaqa bo'ladi ekan. Qop bilan yiringlagan paytda to'liq olib tashlansa, to'liq o'sha paytda olib tashlansa, taxminan 2 oy vaqt oladi. Bu ishingizga ta'siri yo'q buni. Ishlab yuraverasiz. Tushundingizmi? Kesib olishga majbur bo'ladi mana tagini odam yiringlab ketganligi uchun. Ishlab yuraverasiz, og'riq bir narsa bermaydi. Hozir yana bitta svish bor. 12 svish bo'lib qolgan o'sha kista. Yiringlab ketgan holati, narigi bola yiringi chiqib ketganda svishga aylanib bo'lgan holati. 12 osonroq. Lazerda qilayotganda lazerni kirib olish uchun kichkina teshikcha ikkita chetdan qo'llanadi. Kichkina ham emas, yarim santimetrlik ham. Chunki yo'lini adashtirmaslik uchun. Keyin o'sha joydan lazer kiritib kuydirib chiqiladi. Lazerda svish yo'llari kuydiriladi. Ikkita yo'li bormi svish? Ikkita. Shu ikkita joydan teshdim. Qaytadan uchun ikkita joydan teshaman lazerda. Sababi chiqdi kirdisi bo'ladi chunki. Kerak.